Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Futboldagilar yana Shavot yo'lini bo'yinda Urganchda. Urganchdan Shavotga kirib kelaverishdi. 200 kvadrat bir etajli hovuzamiz sotiladi. Sharoiti matkulish to'g'ri girib yashash bo'ladi, faqat bo'shaklarni bo'shash kerak. Kirgan yeri dalon 3 metr eni. Keyin bir zali bor. Zalning pastida garaj bor. Bu yerda bir spalni xalosazlar, bu yerda ayna yo'q, lekin havo tortish narsa bor. Xalosazlar ayna qo'yib beramiz bu yerga. Bunda bir xonasi. Tak, vanna tualet tayyor. Aristollar qo'yilgan. Kuxnya mebellarni qo'yasizlar, fartuqda qilib tutib qo'ying. Ben bak tarafı. Bak tarafı otlarını tazalattırıp beremiz bunu taxlab. Bir yandan bir spalni var, kattalanmış. Bunu görürsüz ötemez. Hem kattalan spalnisi. Burada gaz, svet, sudan, Wi-Fi'dan mamma yok. Gaz, svet, su var, ama vodoprovod suvniki, gazniki, svetni neler ham qo'yilgan. Cho'chiklar ham qo'yib tayyorlabdi. Buni bo'lib bersam gaplashsak bo'ladi agar. Misol 350 million bo'ladi bo'lsa, qolganini 1 yil 1,5 yil ichida bo'lib beraversam bo'ladi.